زندگی زیبا دنیا بس تو زندگی من حزبا بس جانم. Assalomu alaykum. Yana bir video sizga tayyorladik. Aeroton Prison Afg'oniston O'zbekiston chegarasi. Bir do'konni sizga tanishtirib chiqamiz. Ko'rilmagan do'kon. A blok 1122 bizning do'konimizning nomeri. Hozir afg'on choylar shu yerga kelgan. Har xil choylari bor ekan. Hozir do'konchidan biz so'rab ko'ramiz, narxlari qancha, qanday choylari bor, nima kasalliklarga davo. Ashka. Kajon, yaxshimisiz? Sog'mi? Sizda qanday choylaringiz bor? Choy Afg'onistondan kelgan choy muhib. Mana. Yaxshisi. Narxlari qanchadan va Narxlari bular 15 ming. Har raqam bor bular. kayfiyati qanday? Kayfiyati asl avval. Birinchi sort choy, ha? Bali, bali. Buni nomi nima? Nomi muhib choy. Muhib choy. Ko'plar so'rab keladi, muhib bor, yo'q. Xo'p. O'zbekiston hududlaridan oldik. Endi biz ko'p olamiz desak, narxini qanchadan qilib beramiz? Narxini 13 mingdan beramiz. 13 mingdan. Xo'p. Boshqa nima narsalaringiz bor o'zbeklarga foydali, ya'ni har xil kasalliklar davlina, kasalliklar bor, ya'ni sahar kasalliklarga nima nisbat qilasiz? Choy safarondan bor, el bor. Kasalliklari davo bo'ladi. Xo'p, mana bu qancha gram bu? Bu choy zafaron 1 gram. Narxi qancha deysiz? Narxi bular 50 ming. 50 ming. Klientlar ko'p olaman desa, narxini tushirib bera olasizmi? Bali, bali. Qanchadan? 45 ming. Yaxshi, yaxshi. Boshqa bir narsaga ko'zim tushib ketdi. Mana bu nima narsa? Bular el deydi. Asloda. Ya'ni shu kardamonni ko'plar so'rashib kelgan. O'zbekiga kardamon. Bu qaysi firma ishlab chiqargan buni? Bali? Firmaning nomi nima? Shirkatning nomi? Shirkatning nomi Hel Furushi Raimi. Rahimiy kardamon. Bali. Mana akalar, obuna bo'lib qo'yasizlar, ko'ring, yaxshi choy.